2026-yil O'qotar burji vakillari uchun sinov emas, start chizig'idir. Bu yil siz orzu qilmay qo'yasiz. Siz kurashni boshlaysiz. Agar siz O'qotar burji bo'lsangiz, bu video siz uchun. Tasavvur qiling, siz endi qochmaysiz, izlamaysiz, shoshilmaysiz. 2026-yilda O'qotar burji vakillari yo'lni topmaydi, uni o'zi quradi. Erkinlik siz uchun qochishmi yoki ongli tanlovmi? 2026-yil bu savolga javob beradi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. O'qotar burji vakillari uchun eng to'liq va batafsil 2026-yilning munajjimlar bashoratiga xush kelibsiz. Ushbu videoda sevgi, munosabatlar, oila, sog'lik, moliya, biznes, o'qish, ish, do'stlik va ruhiy energiya bo'yicha 2026-yilda O'qotar burji vakillarini nimalar kutayotganini yulduzlar tahlili asosida bilib olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng muhim oylar, omadli kunlar va ogohlantirishlar aynan oxirida aytib beriladi. Azizlar, bir narsani har doim yodda tuting. Bashoratlar bu taqdir emas. Ular sizga faqatgina ruhiy yo'l yo'riq, ogohlantirish va ilhom manbaidir. Oxirgi qaror va tanlov esa har doim sizning qo'lingizda bo'ladi. Biz uchun esa eng yuksak ishonch Alloh taoloning taqdiri va qismatidadir. Shuni doim eslab qoling. Yulduzlar nima desa desin, agar siz ota-onaning rizosini olib, halol mehnat bilan rizq ortidan yursangiz va duo bilan yashasangiz, Alloh siz uchun hatto tasavvur ham qilmagan eshiklarni ochadi. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z burjingizni yozib qoldiring. Agar siz boshqa burjlarning 2026-yil bashoratlarini ham bilmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Keling, endi 2026-yilning yulduzlar sirlariga birgalikdan nazar tashlaymiz. O'qotar burji vakillari uchun 2026-yil munajjimlar bashorati. O'qotar burji vakillari, 2026-yil sizlar uchun xuddi hayotingiz haqidagi filmning treyleri kabi boshlanadi. Katta miqyosli, jo'shqin va biroz hazil aralash. Oldin doim keyinga surib kelgan rejalaringiz nihoyat amalga oshishi mumkin. Lekin bu safar faqat gap bilan emas, haqiqiy mehnat bilan. Saturn, ya'ni ichingizdagi ichki muharrir, sizni bo'sh va'dalardan voz kechib, real ish qilishga majbur qiladi. Endi keyin qilaman degan rejalar ishlamaydi. Faqat amalda qilingan qadamlar natija beradi. Bu yil orzularingiz haqiqiy hayot sinovidan o'tadi. Qanchalik real ekanini, qanchalik puxta va pishiq ekanini hayotning o'zi tekshiradi. Ya'ni 2026-yil siz uchun orzu qilish emas, balki orzularni amalga oshirish yili bo'ladi. Agar siz ularning ustida ishlashga tayyor bo'lsangiz. O'qotar burji vakillari uchun 2026-yilning yanvar-mart oylari bashorati. Yilning boshlanishi siz uchun jiddiy va mazmunli bo'ladi. Go'yo endi katta odamdek reja qilamiz va chinakam ishlaymiz degan kayfiyat paydo bo'ladi. Boshingizda juda ko'p g'oyalar aylanadi, lekin ularning ichidan aynan yuragingizga eng yaqin bo'lgani real natija beradi. Bu davrda hayotingizda muhim o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Yo'nalishni o'zgartirish, yangi ish yoki loyiha boshlash, hatto ko'chish ehtimoli ham yuqoridir. Yupiter siz uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Ayniqsa, o'qish va bilim olish, chet el bilan bog'liq aloqalar, biznesni kengaytirish uchun juda qulay davr bo'ladi. Munosabatlarda esa aniqlik va halollik davri boshlanadi. Endi noaniq holatlar cho'zilib ketmaydi. Birga davom etasizmi yoki yo'llar ajraladimi? Aynan shu oylar ichida ravshan bo'ladi. Sevgi ham chuqurlashadi. Bu davrda munosabatlar faqat ehtirosga emas, balki ma'no va tushunishga tayanadi. Ya'ni kim bilan va nima uchun birga ekaningizni aniq his qilasiz. O'qotar burji vakillari uchun 2026-yilning aprel-iyun oylari bashorati.
Bu davrda Yupiterning ta'siri yanada kuchayadi. Siz omadning yoningizda ekanini aniq his qilasiz. Kerakli insonlar uchraydi. Foydali tanishuvlar paydo bo'ladi. Quvonchli xabarlar ketma-ket kelishi mumkin. Ushbu 3 oy faol rivojlanish va oldinga siljish davri bo'ladi. Moliyaviy tomondan ham ijobiy o'zgarishlar ehtimoli yuqori. Daromadda sakrash, yangi hamkorliklar yoki sizni butunlay boshqa bosqichga olib chiqadigan jamoa bilan ishlash imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Ammo muhim bir shart bor. Kuchingizni mayda-chuyda narsalarga sochib yubormang. Hammasiga bir vaqtning o'zida ulgurishga urinmang. Energiyani to'g'ri yo'nalishga jamlash muhimdir. Venera esa hayotingizga romantika, ilhom va ichki yorug'lik olib kiradi. Qalbda iliqlik, hayotdan zavq olish hissi kuchayadi. Bahor oylarida siz o'zingizni yana o'z joyingizda, to'g'ri oqim ichida ketayotgandek his qilasiz va ichingizdan shunday deysiz: men yana oqim ichidaman. O'qotar burji vakillari uchun 2026-yilning iyul-sentyabr oylari bashorati. Bu davrda Saturn hayot sur'atini biroz sekinlashtiradi va siz nihoyat o'zingiz bilan yolg'iz qolishga majbur bo'lasiz. Dastlab hamma narsa sekin ketayotgandek tuyulishi mumkin, lekin aslida bu vaqt maqsadlaringizni aniq qilib olish, nimani xohlayotganingizni ravshan tushunish davridir. Atrofingizdagi odamlarni qayta baholash zarur bo'ladi. Shuni unutmang, sizga qarsak chalayotgan har bir inson aslida muvaffaqiyatingizni chin dildan xohlayvermaydi. Kim yoningizda qoladi, kim esa asta chetga chiqadi. Buni shu davrda aniq ko'rasiz. Sog'lig'ingizga alohida e'tibor bering, ayniqsa jismoniy holatga. Oldinda Yupiter sizga katta imkoniyatlar va keng miqyosli ishlar olib keladi. Shu sabab tanangiz ham bu yuklamaga tayyor bo'lishi kerak. Dam olish, to'g'ri ovqatlanish va harakat muhim bo'ladi. Sevgi va munosabatlar sohasida vaqtinchalik masofa, tanaffus yoki sovuqlik sezilishi mumkin. Biroq bu salbiy holat emas, aksincha, bu sizga nimani chin dildan xohlayotganingizni, qaysi munosabat sizga mos kelishini tushunishga yordam beradi. O'qotar burji vakillari uchun 2026-yilning oktyabr-dekabr oylari bashorati. Yilning so'nggi 3 oyi siz uchun yana faol va ko'zga ko'rinadigan davr bo'ladi. Bu safar siz sahnaga shunchaki shovqin bilan emas, balki ongli, ichki kuchga tayangan va o'zingizga ishongan holda chiqasiz. O'zingizni erkin tutasiz, lekin har bir harakatingizda aniqlik bo'ladi. Yupiter sizga kutilmagan sovg'alar olib keladi. Bu yangi taklif, lavozimda o'sish, safarga chiqish yoki hatto umuman izlamagan bo'lsangiz ham oldingizdan chiqadigan imkoniyat bo'lishi mumkin. Yil boshida qilgan mehnatingiz, sarflagan kuchingiz va sabringiz aynan shu davrda o'z samarasini ko'rsatadi. Oldin boshlangan ishlar natija bera boshlaydi va siz bekorga harakat qilmagan ekanman degan xulosaga kelasiz. Venera bu oylar davomida munosabatlarga iliqlik, mehr va yumshoqlik olib kiradi. Yarashish, yaqinlashish, mavjud aloqalarni mustahkamlash uchun juda qulay vaqt bo'ladi. Odamlar bilan muloqot yanada samimiy va oson kechadi. Yil yakunida ichingizda bitta aniq tuyg'u paydo bo'ladi. Hammasi bekorga emas ekan. 2026-yil O'qotar burji vakillari uchun amalga oshirish yilidir. Bu yil siz faqat qidirib yurishni to'xtatasiz va nihoyat nimani xohlayotganingizni aniq tushunib, uni qo'lga kirita boshlaysiz. Oldin ichingizda savol bo'lgan narsalar endi aniq javobga ega bo'ladi. Muvaffaqiyatning asosiy formulasi oddiy, ortiqcha murakkabliksiz yashash, o'zingizga ishonish va eng muhimi real va amaliy qadamlar tashlashdir. Aynan shu uchlik sizni natijaga olib keladi. Erkinlik yana siz bilan bo'ladi, lekin bu safar u tartibsiz emas. Endi siz qayerga ketayotganingizni bilasiz va bu erkinlikni qanday boshqarishni ham o'rgangan bo'lasiz. O'qotar burji vakillari uchun yil shiori: men o'z yo'limni qidirmayman, men uni o'zim quraman. Eng omadli davrlar: may, avgust, dekabr oylari. O'sish, baraka va hayotda ko'p narsa ravshanlashadigan muhim oylar bo'ladi.
O'qotar burjida tug'ilgan ayollar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil siz uchun go'yo uzoq yo'ldan keyin chuqur nafas olib, yengil tortgandek his beradi. Ichingizda endi bo'ldi degan aniq tushuncha paydo bo'ladi. Avvallari qulay, ishonchli, barqaror deb o'ylagan narsalaringiz endi sizni ushlab tura olmaydi. Hatto chiroyli va tashqaridan hammasi joyida bo'lsa ham, siz o'zingizni cheklangan joyda yashashga majbur qila olmaysiz. Qulflangan kushxonada yashash endi sizga to'g'ri kelmaydi. Bu yil hayot sizni harakatga undaydi. Oldingizda bir nechta yo'llar ochiladi. Yangi ish boshlash, ko'chish, o'qishga kirish yoki bilimni oshirish, yangi loyiha, ijodiy yo'nalishni o'zgartirish. Agar hayotingiz kengayib borayotganini his qilsangiz, demak, siz to'g'ri yo'ldasiz. Go'yo koinotning o'zi sizga shunday deyayotgandek bo'ladi. Kutma, qadam tashla. Munosabatlarda ham muhim o'zgarish bo'ladi. Endi siz o'zingizga qarshi o'ynamaysiz. O'zingizni siqib, moslashib yashamaysiz. Sizga mos keladigan erkak bu sizni cheklaydigan emas, balki siz bilan yonma-yon uchadigan, erkinligingizni hurmat qiladigan inson bo'ladi. Moliyaviy tomondan 2026-yil saxovatli keladi. Pul aynan quyidagi joylarga oqib keladi. Sizni chinakam qiziqtirgan sohalarga, harakat bor joyga, bilim va tajriba ishlatilgan joyga, o'zingizga ishonch bo'lgan yo'nalishlarga. Yilning eng muhim sabog'i oddiy, lekin chuqur. Erkinlik bu qochish emas, bu ongli tanlovdir. Yil oxiriga kelib siz ichingizdan shunday deysiz: men endi ma'noni izlamayapman, men uni yashayapman. O'qotar burjida tug'ilgan erkaklar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil siz uchun yangi hayot bosqichining boshlanishi bo'ladi. Bu oddiy o'sish emas, balki ichki uyg'onish davridir. Siz asta-sekin o'zingizga shunday aniq xulosaga kelasiz: endi shunchaki kun o'tkazib bo'lmaydi. Men haqiqiy yashashni xohlayman. Bu yil hayot sizni harakatga undaydi va joyingizda turib qolishga imkon bermaydi. Oldingizda ko'plab imkoniyatlar paydo bo'ladi. Martabada yuqorilash, safarlar va yangi joylar, yangi tanishlar, yangi loyihalar, bilim olish yoki o'qish, biznes boshlash yoki kengaytirish. 2026-yilda omad siz tomonda bo'ladi, lekin bitta shart bilan. Faqat orzu qilish bilan cheklanmasdan, amalda qadam tashlasangiz, harakat qilgan sayin yo'l ham ochilib boradi. Sevgi va munosabatlar masalasida halollik birinchi o'ringa chiqadi. Agar munosabatlar tirik, o'zaro va samimiy bo'lsa, ular yanada mustahkamlanadi. Agar hislar sovigan, faqat odat yoki majburiyat qolgan bo'lsa, siz buni cho'zmay, tinchgina va dramasiz yakunlaysiz. Yolg'iz o'qotar burji erkaklari esa yangi inson bilan uchrashishlari mumkin. Bu shunday inson bo'ladiki, sizni tushunish uchun ko'p izoh talab qilmaydi. Yoningizda bo'lishi oson va tabiiy his qilinadi. Yil oxiriga kelib siz muhim bir narsani anglaysiz va ichingizdan shunday deysiz: men endi sarguzashtni kutmayapman. Men o'zim sarguzashtga aylanganman. O'qotar burji vakillari uchun 2026-yilning sevgi bashorati. 2026-yil sizga muhim bir haqiqatni o'rgatadi. Erkinlik va yaqinlik bir-biriga qarama-qarshi emasdir. Endi siz keskin hislar, bo'ronli munosabatlar ortidan quvmaysiz. Aksincha, qalbingiz tinch bo'ladigan, barqaror va uyg'un munosabatlarni xohlaysiz. Bu yilda siz muhabbatda shunchaki hayajonni emas, ma'no va ichki sokinlikni izlaysiz. Sevgi sizni charchatmasligi, aksincha kuch berishi kerakligini aniq tushuna boshlaysiz. Agar siz hozir munosabatda bo'lsangiz, 2026-yil ochiq suhbatlar davriga aylanadi. His, tuyg'ular, ehtiyojlar va kutishlar yashirilmaydi. Barchasi ochiq aytiladi. Agar o'rtada ishonch va samimiyat bo'lsa, munosabatlar yanada mustahkamlanadi, chuqurlashadi. Ammo agar aloqa faqat odat yoki ajralishdan qo'rquv ustiga qurilgan bo'lsa, bunday munosabatlar tabiiy ravishda yakun topadi.
Yolg'iz o'qotar burji vakillari esa o'ziga xos bir inson bilan uchrashishlari mumkin. Bu odam sizni cheklamaydi, erkinligingizni tushunadi va yoningizda yelkadosh bo'lib yuradi. Bunday munosabatda siz o'zingizni erkin va xotirjam his qilasiz. 2026-yilning sevgi borasidagi asosiy savog'i shuki, sevgi sizni yo'ldan chalg'itmasligi kerak. Aksincha, u siz tanlagan hayot yo'lining tabiiy davomiga aylanishi lozimdir. O'qotar burji vakillari uchun 2026-yil moliya bashorati. 2026-yilda moliyaviy imkoniyatlaringiz sezilarli darajada kengayadi. Ammo shu bilan birga pulga bo'lgan munosabatlaringiz ham jiddiylashishi kerak bo'ladi. Faqat ko'proq topish emas, balki pulni qanday boshqarishni bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Daromadni oshirish uchun aniq reja va yo'nalish zarur bo'ladi. Bu yil siz uchun ayniqsa omadli bo'lgan sohalar quyidagilar: o'qitish va bilim ulashish, o'qish va malaka oshirish, safarlar va xorij bilan bog'liq ishlar, ijodiy faoliyat, texnologiyalar, ommaviy va jamoaviy loyihalar. Yil davomida yangi daromad manbalari paydo bo'lishi mumkin. Bu frilans ishlari, o'z biznesingiz, xalqaro loyihalar, onlayn faoliyat yoki hatto boshqa joyga ko'chish bilan bog'liq imkoniyatlar bo'lishi ehtimol. 2026-yilning asosiy moliyaviy qoidasi juda oddiy, lekin muhim. Harakat qil, lekin hisob-kitob bilan. Eng katta xavf shoshma-shosharlik bilan olingan kreditlar va o'ylamay qilingan katta xarajatlardir. Agar faqat optimizmga emas, balki aniq hisobga tayansangiz, pul oqimi nafaqat ko'payadi, balki barqarorlashadi ham. Yil oxiriga kelib siz pulga bo'lgan qarashingiz o'zgarganini his qilasiz. Endi pul siz uchun hayotdagi asosiy maqsad emas, balki qulay yashash, rivojlanish va erkinlikka xizmat qiladigan vositaga aylanadi. O'qotar burji vakillari uchun 2026-yil salomatlik bashorati. 2026-yilda sog'lig'ingiz bevosita harakat va dam olish o'rtasidagi muvozanatga bog'liq bo'ladi. Energiya yetarlicha ko'p bo'ladi. Uchrashuvlar, loyihalar, safarlar va ishlar sizni doim harakatda ushlab turadi. Lekin aynan shu faollik noto'g'ri boshqarilsa, tanani tez charchatishi mumkin. Bu yilgi asosiy xavflar: tez charchash, ruhiy zo'riqish, o'zingizga haddan tashqari yuklama berishdir. Shuni unutmang, tanangiz sizga qarshi emas, aksincha eng yaqin yordamchingizdir. Bu sizga doim signal beradi. Shuning uchun uni eshitishga va e'tibor berishga harakat qiling. Sog'liqni saqlash va kuchni tiklash uchun eng foydali mashg'ulotlar: yugurish, suzish, yoga, raqs, velosiped haydash, tog'larda piyoda yurishdir. Bu yil ayniqsa quyidagi a'zolarga e'tibor qaratish muhim: jigar, bel qismi, bo'g'imlar, asab tizimi. Yilning ikkinchi yarmida sizga dam olish, telefondan va ijtimoiy tarmoqlardan tanaffus qilish yoki sokin ta'til juda foydali bo'lishi mumkin. Bu zaiflik belgisi emas, balki sog'liqni saqlash uchun zarur profilaktika hisoblanadi. Yil oxiriga kelib, agar hamma joyga bir vaqtning o'zida ulgurish rejimidan chiqib, o'z vaqtida to'xtashni o'rgansangiz, o'zingizni ancha yengil va tetik his qilasiz. 2026-yil sizdan mukammallik talab qilmaydi. U sizdan faqat bitta narsani so'raydi: harakat, o'ylangan harakat, ongli tanlov, haqiqiy qadam. Siz endi yo'l izlamaysiz. Siz yo'lni o'zingiz boshlab berasiz. Va bilasizmi, erkinlik bu qochish emas, erkinlik mas'uliyat bilan tanlash. Agar siz o'qotar burji bo'lsangiz, 2026 sizniki, chunki bu yil siz sarguzashtni kutmaysiz. Siz o'zingiz sarguzashtga aylanasiz. Do'stlar, mana shu bilan biz o'qotar burji vakillari uchun 2026-yilning yulduzlar bashoratini birgalikda ko'rdik. Har bir burj vakili uchun hayotning turli sohalarida o'ziga xos imkoniyatlar va sinovlar bor. Eng asosiysi hayotingizni o'zingiz boshqarishingiz, bashoratlarni esa yo'l-yo'riq sifatida qabul qilishingizdir. Aslida taqdir Allohning qo'lida. Har bir natija esa bizning niyatimiz va mehnatimizga bog'liqdir. Demak, bizning hayotimizdagi haqiqiy burj va yo'lboshchi bu iymonimiz, sabrimiz va yaxshi amallarimizdir.
Shu yilda qaysi burj vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz uchun eng muhimi oilangizni qadrlash, sog'lig'ingizga e'tibor berish, mehnatni davom ettirish va duolardan charchamaslikdir. Chunki duo mo'minning qurolidir. Aziz do'stlar, kommentariyda qaysi burj vakilisiz va sizni qaysi qism eng ko'p o'ylantirdi, shuni yozib qoldiring. Bu bizga keyingi videolarni yanada qiziqarli va sizga foydali qilishimizga yordam beradi. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling. Yakunda hammangizga shunday duo qilaman. Yangi yil sizga baraka, tinchlik, sog'lik va qalbingizga orom olib kelsin. Alloh sizni xayrli yo'llarda asrasin va barcha ezgu niyatlaringizni amalga oshirsin. Assalomu alaykum va yana ko'rishguncha xayr, aziz do'stlar.